mijozlar 3-avgust 2026-yil agar men aniq qatnash filial binosida navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Demak, bundan asosiy maqsadimiz yangi tadbirkorlik boshlayotgan fuqarolarimizga tadbirkorlikda o'rgatish, kredit ajratish, tadbirkor faoliyatini shug'ullanib ketgan mijozlarimizga tadbirkorlikni kengaytirish, bu orqali yangi ish o'rnlari yaratish, tumandagi, mahalladagi shu kambag'allarni ishsizlanish, ish bilan ta'minlashdan iborat. Daromadini oshirish. Demak, hozir bizda maosh kreditlar hech qayerda ishlamaydigan, kamida 2 oy ishlamagan fuqarolarimiz o'zimiz bilan qiladi. 17 milliongacha biznesga ko'mak kreditimiz bor. 4 yilga beriladi, 25%. Mahalla loyihasi kreditimiz bor. Bu ham 25%, 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozli beriladi. Bundan tashqari oylik tadbirkor kreditlarimiz bor. Bu Farqash tumani og'ir tuman kirgani uchun 12% ajratilyapti. Farqash tumaniga bunga 1 milliardgacha bo'lsa bo'ladi. Ijtimoiy shaxslar 50 milliongacha, yuridik shaxslar 100 million, 150 milliongacha o'zini loyihasiga qarab ajratib beriladi. Demak, yuridik tashkilotlarimizga kamida 3-4 yuridik tashkilotlarimiz 312 son qarorgo'si 100 milliongacha garov beramiz. 300 milliongacha 100 milliondan ziyod garov olinadi. Bu 20% dan beriladi, 5 yilga beriladi. 2 yil imtiyozlar bo'ladi. Bundan tashqari yoshlarimizga bor 60 son qarorgo'si 2,5 yoshgacha kredit ajratiladi. Buni 100 million so'mgacha garovsiz, bundan avval garov taqsimlanadi. Bundan tashqari 61 son qarorgo'siga kredit ajratiladi. Bu oliy o'quv yurtini bitiruvchilari yoki oliy o'quv yurtini bitiruvchilarni ishga olish tadbirkorlarga bunga 18%. Tadbirkor ayol degan kreditimizda bu 385 son qarorgo'sidan beriladi. Bu 20% dan beriladi, aylanma 20%. Bemalol shu qanaqa tadbirkorlik qilamansizlar, o'zlaringizda fikrlaringizni bemalol bank sohasida yoki boshqa narsa bemalol berishingiz mumkin.